Sizni menga judayam yordamingiz kerak. Aynan sizni fikringiz men uchun juda muhim. Xalqimiz uchun juda muhim bo'lgan mavzular yuzasidan biz taniqli blogerlar bilan birgalikda yakshanba kuni podkast uyushtiryapmiz. Bu podkastga men aynan qaysi mavzuni olib chiqish haqida judayam o'ylayapman. Biz aynan ana shu mavzu bo'yicha podkast uyushtiramiz va bu narsani aholimiz o'rtasida qaysi muammo tibbiyotda muammo bo'layotgani yoki bo'lmasa aynan sizni qaysi muammo qiynayotgani, mana shu narsani biz aynan kengroq yoritmoqchimiz. Sizni qaysi muammo qiynayapti? Aholimizning o'rtasida qaysi muammo nihoyatda tibbiyotda rivojlanib ketyapti? Siz o'zingizni uyda turib davolashni bilasizmi? Tabiiy tiklanish siz uchun kerakligini bilasizmi? Nega aholimiz o'rtasida davleniya yoki bo'lmasa aynan surunkali kasalliklar yoki bo'lmasa umurtqa kasalliklari shunchalik rivojlanib ketdi?